Assalomu alaykum. Quyosh qadar mehrning nuri gullar sochar shirin ifori bizlar uchun eng mehribon zot bugun onam tug'ilgan kuni quyosh qadar mehrning nuri gullar sochar shirin ifori bizlar uchun eng mehribon zot bugun onam tug'ilgan kuni bugun onam bugun jannatim bugun onam tug'ilgan kuni bugun onajonim bugun mehribonimiz bugun onam tug'ilgan kuni gullar kabi chiroylik onam mehrlari beminnat onam baxtimga siz ko'p yashang onam bugun onam tug'ilgan kuni omadimning kaliti onam ijobat onam baxtimga siz ko'p yashang onam bugun onam Sog' salomat bo'linglar. Akam Abdullolar nomidan. Yoraxon, onajonim bugun onam tug'ilgan kuni bugun onam bugun mehribonim bugun onam tug'ilgan kuni vujudida olib yurib 9 oy o'z husnidan kechgani bolam debom jonidan kechib g'amlar chekib boqqanim onam bugun onam bugun onajonim rahmat. bugun onam tug'ilgan kuni bugun onam bugun mehribonim bugun onam tug'ilgan bugun onam tug'ilgan Sendan ham katta bo'lib yuribsiz. bugun jannatim tug'ilgan kuni izlarimni poylab yurgan qadam bor baxtimni ko'rolmasdan jarohat bor otasini davrida boy deganlar men otamdan boyman chunki otam bor yetib borar qay cho'qqini ko'zlasak hikmat olar so'zlaridan so'zlasam dushmanlarim
olib qo'liga yuboray ketsin quvoli axir yashayapti menga ishonib bu mening onam bu mening onam kimsa bilmagan bedorim bu ushoq jonimga madorim yolg'izlik onaning bahorim bu mening onam bu mening onam bu mening onam mehribon onam bizlar uchun jonim bergan onam baxtimga siz ko'p yashang kelinglar davraga ey qarindoshlar aka-yu uka-yu opa-singillar davrani keng oling ey mehmonlar bugun onajonim tug'ilgan kuni davrani keng oling ey mehmonlar bugun mehribon Tabriklaymiz. Suyralar bu yerga ketyapti. Doim xursand bo'lib yurishga Alloh o'zi nasib aylasin. Gapiring. Allohim mana yaxshi xursand qildinglar bizni. Sizlar ham doim xursand bo'lib yuringlar, tinch bo'linglar, san'atinglarga san'at qo'shilsin. Hurmatda bo'lib yuringlar. Alloh umringlarga, rizqinglarga doim baraka berib, qo'shganinglar bilan qo'sha qarib, ota-onalar bilan, qarindosh urug'lar bilan doim tinch bo'lish, shunaqa xursand bo'lib yurishga Alloh nasib aylasin sizlarga. Allohu akbar. Rahmat, biz shunchalik Har qadamda omadim kelaveradi. Bolamdek qilsalar duo, ular meni ishongan tog'im, dadamga dard bermagin Xudo, onamga dard bermagin Xudo. Bizni deya tinmagani rost, to'yib yayrab kulmagani rost. O'tinaman sendan iltimos, onamga dard bermagin Xudo, dadamga dard bermagin Xudo. To'ylar qila yayrab kulsinlar, davramizni to'rida rohatimiz ko'rsinlar. 100 yoshlarda bizni duo qilib yursinlar, onamga dard bermagin Xudo, otamga dard bermagin Xudo. Assalomu alaykum tog'a, onajon. Bugun mana shunday fayzli xonadoningizga tashrif buyurib, sizning mehribonlarning ko'nglingizni ko'tarishlik hamda musofirda sizlarni borligingiga shukr keltirib, sizlarni duolaringiz bilan erta tongda sog'likda, salomatlikda ishga chiqib, tunda ishdan qaytib yurgan farzandlaringlarni rahmatlarini aytishlik baxti bugun nasib qilyapti ota. Men bir narsaga sizga rahmat aytmoqchiman, berilgan tarbiya uchun. rahmat. Mehrning javobi hamisha mehr bo'lgan ekan. Assalomu alaykum, hamisha va alaykum assalom bo'lgan ekan. Ergashev ota, onajonim, Oydinoxa onam, umringiz uzoq bo'lsin. Xudo xohlasa niyat qilib keldim bugun. 100 yoshingizda onajon kelib tabriklayman. Avval 18 yoshingiz muborak bo'lsin. Tort ustiga e'tibor qaratishgan bo'lsa, men yoshlarni aytkim yo'q, lekin hammasiga sababchi inson otam deb bilyapman men bugun. Tog'a, bu qayerdan o'rgangansiz buni? Qayerdan o'rgangansiz? Onam ochig'ini aytaman 55 berdim-da onamga. Ko'z tegmasin. Menimcha bu hammasi farzandlarni, kelinlarni, nabiralarni yaxshiligidan menimcha. Bu hammasi menimcha shundan. Bugun Lochinoy opamiz, Xayrullo akamiz, Madinaxon, Abdullajon akamiz, Mirojoy opamiz, Nigoraxon, Shoiraxon kelinlaringiz, nabiralaringiz, xullas sizlarni yaxshi ko'radigan hammaning nomidan ko'ngilingizga ozginagina quvonchlanishga keldik. Ota, mana shu fursatlarni, biz hozirgi daqiqalarimizdagi eng baxtli ota kim? Masalan, men o'zim hisoblayman. Onajon sizchi? Rahmat, men ham rosa ham xursandman. Chunki bu doda bilan yashaganimizga bugun 50
necha yillar bo'lib ketdi dadasi. 8 yil deysizlar. 2 yilda oshib ketadi. 18 yil. 7-sinfda mana shu yerga yozib olgan ekan. Yaxshi. Rost. Xursandman, mana shuncha mana Hammasi bizga o'xshab qarisin. shuda. Xursand bo'lib hammasi endi bo'laveradi endi. Aslida yoshlikda hammamizda bo'lgan bu narsa. Bizda ham biz ruchkada chizganmiz, to'g'risi. Bolalarimizga ham, shu nevaralarimizga ham shu biz yo'limizni bersin deb men Allohdan niyat qilaman. Barchaga ham, hammasiga ham men xursand bo'lamanki, bizni nimamizni bersin yo'limizni. Xursandman men, Xudo xolasa. Bolalardan, o'g'illardan, qizlardan, kuyov bolalardan hammasidan men xursandman. Rahmat hammasiga. Lekin shunday ketishsin bular ham, yaxshi ketishsin. Sevgi, muhabbat bo'lgan joyda hamisha quvonchlik, mana shunday kulgu bo'ladi. Men siz o'g'lingizlar bilan Xayrullo akam bilan birinchi bor gaplashgan kuni bu inson qanaqaliklarini bildim. Shunaqa samimiy insonda, shunaqa boshqacha. Xuddi birinchi bor telefon qildilar, video vizitda gaplashdik. Qadrdonday. O'ylab qoldim, bu aka bilan qachon men tanishgan edimmikin dedim. Bu hammasi sizdan olingan tarbiya hamda sizdan olingan motivatsiya deb bilaman. Erkak kishi ko'proq otasidan o'rganadi hamma narsani. Muomalani ham, birovga qanday muomala qilishni ham. Siz menimcha ochiq ko'ngil, kim bilan bo'lsa ham bitada chiqishib ketadigan insonsiz. Umringiz uzoq bo'lsin ota. Rahmat. Bugun men faqatgina yaxshi niyatlarni eshitgani kelganman. Har bir aytilgan so'zga farishtalar amin deydi. To'g'ri. Bugun hammadan birinchi ona kim sizga tabrik qildi? Biladi, Bilaman. Faqat bu narsani hozir eshitgim keldi, ochig'ini aytaman. Ota, onamga niyatlaringiz. Bugun men tarixga muhrlab bermoqchiman shu niyatni. O'zlariga aytgansizda, boshqa hech kim eshitmagan. Ha. Mana bolalarimga mana shunchalik mana hozir bilib turib aytdingiz. Allohim mana men duolarni ham qilaman. Mana shuncha yil birga bo'ldik. Mana shu bolalarim ham xuddi shunaqa bo'lib qo'sha qarsin deyman men. Amin. Xo'p, bu onalarga meni niyatlarim bundan buyog'i ham xursand bo'lib, bola chaqalarning orzu havaslarini ko'rib, yaxshi yursin deyman men Allohdan shuni so'rayman. Umrlari uzoq bo'lsin, rizqlari ulug' bo'lsin. Shu nevaralari mana chevaralari ham bor bu yerda. Shularni ham rohatlarini ko'rib yursin. Hammasi. Amin. Allohu akbar. Shuni xohlayman. Rizo bo'lsin. Rahmat sizlarga ham kam bo'lmanglar. Rahmat, barakalla. Onamning umrlari uzoq bo'lsin. Hamma niyatingni eshitaman. Bugun Xudo xohlasa. Nabiralargacha Xudo niyati eshitamiz. O'tirib olinglar. Ona sizdan so'ramoqchi. O'tirib olavering, jannatim, o'tirib olavering. Bu sovg'ani kimga deb o'ylaysiz, tog'a? Chamamda bilmayman. Bu yerda Qur'onlar bo'lsa kerak, menga bo'lsa kerak bunisi. Bu gul onasiga bo'lsa kerak. Shu deb o'ylayapman. Rahmat. Bugun akam musofirda bo'lib, ikkalanglar ko'ngilingni olmoqchi bo'lib. Tug'ilgan kun bahona xolos. Onajonim kechalari bedor turib, mehrlar ila bergan oq sutlariga hamda ko'zlari qizarib uxlamay aytgan allalariga bugun biz rahmatimizni aytmoqchimiz degan so'z aytdilar. Dadam esa qo'llari qadoq bo'lgan vaqti kelgan paytda qadoq bo'lib o'zlari kiymasdan bizni kiydirib boqqanlariga men bir kunlik rahmatimni aytmoqchiman. Ko'p eshitganman, dengizdan tomchi deydi-ku. Men shu tomchini bugun ulashmoqchiman degan so'z aytdilar. Juda ham xursand bo'ldim. Xayrullo akam qaysi yo'nalishda o'qiganlar? Til adabiyotda o'qimaganlarmi? Buxgalteriya. Bir ajoyib gap gapirdilar. Fasllar hammasi o'zini o'rnida o'ziga yarasha maqtanashadi. Bahor chiroyliman deydi, yoz barakatliman deydi. Kuz esa sokinlik beraman, qish esa sabrliman deb maqtanadi. Xayrullo akam aytdilar. Bugun siz borib ko'nglingizda oladigan onajonim bahordan-da chiroyli dedilar. Barakatli bo'lsa yoz maqtansa, onam yozdan-da barakatli. Sokinlik berish kerak. Biz jahlim chiqqanda har qanday holatda bizni doim to'g'ri yo'lga boshlagan kuz kabi mehribon. Sabr, qish sabrli bo'lsa, onam qishdan-da sabrli inson degan so'zni aytdilar. Juda ham bu so'zlarni eshitib ta'sirlandim akamdan. Umrlar uzoq bo'lsin. Ota, onamning qaysi hislatlari sizga ko'proq yoqadi? Endi bu onalarda, bu onamizni hamma hislati Bittasini aytingchi. mehribon. 5 bering. Nega demaysiz? Men kirib keldim-ku, qo'shiq aytib, onamga terimli qarasam, shunaqa mehr bilan qarayaptilar. Shu mehribonliklar menga ham yoqib qoldi. Hech qachon bu narsa tark etmasin. Qo'shiqlarimdagi aytgan so'zlarim, akamni, opalarim yuraklari so'zlar. Mendan so'rashdi, bugun men aytib berdim, xolos. Bugun birinchi niyatni opamdan eshitmoqchiman. Onajonga tilaylaringiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar.
baxtimizga. Dadajonim va jonim, umringlar uzoq bo'lsin, baxtimizga sog' bo'linglar hamisha. Doim shu uylarimiz to'rlarida o'tiringlar. Umringlar uzoq bo'lsin. Ilohim. Opajon 2019-yildan beri Allohim bergan kun bor ekanki, shu ish bilan bandman. Bitta so'zini yaxshi ko'raman. Otasini, onasini yaxshi ko'rmaydigan inson yo'q, lekin ayta olmaydigan insonlar bo'ladi. Menimcha sizlar bunaqa insonlardan emassizlar. Bitta quchoqlang aytib. Bajonim sizlar. Ana. Umringlar uzoq bo'lsin. Opa. Assalomu alaykum. Avvalambor xush kelibsizlar xonadonimizga. Dadu, bu doim biz baxtimizga sog' salomat bo'linglar. Yuzlarga kirganinglarda ham xuddi shunaqa qilib sizlarni chaqiraylik, Xudoyim. Kelinglar, yana qatorimizdan xato bo'lmay, yana ham qolgan nevaralari ham kelsin, chevaralari ham kelsin. Ko'pchiligimiz va sizni yaxshi ko'ramiz. Doim dadam bilan qo'sha qaring, bunaqa yoshlaringizni ko'pini ko'raring bu. Umringiz uzoq bo'lsin. Nabiralar, mana orqalariga o'tib olinglar-da. Hamayli. Mana tomonga o'tib olinglar. Keling. Chevaralar, nabiralar. Oy, bolajonlarni olib olinglar bu yoqqa. Orqalariga o'tib olinglar. Keling. Opa. Bu biz baxtimizga sog' bo'ling. Siz kelinlarimisiz? Kelinlar. To'shni topdim-da. Nimagaki? Mehrdan-da, bu mehrdan. Ko'z tegmasin. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Dado, bu umringlar uzoq bo'lsin, sog' bo'linglar, baxtimizga tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Xush kelibsizlar. Siz ham Akamga ham rahmat. bitta yaxshi ko'raman ayting. Bu sizni rosa yaxshi ko'ramiz, dada, sizni ham yaxshi ko'ramiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Menimcha kenjatoylarsiz, ha? Akam kimda telefonda turibdilar, aloqadalar. Xayrli akam. Telefon qilib berasizlar. Katta nabira kim bu yerda? Sizmi? Sizmi? Keling. Kattalari O'taman shu qizlar, sizlar turaveringlar. Assalomu alaykum opa-da. Eno umringlar uzoq bo'lsin. Baxtimizga har doim sog' salomat yuringlar. Akamning nomidan, opam nomidan hammasidan tabriklaymiz. Baxtlilik uzoq yashasizlar. Uzoq yashasizlar. Qizlar, kimdan boshlaymiz? O'z doim qizlar bir-biriga soladi. Sizdan boshlaylikmi? Sizdan. Mana eng kattadan boshlaylik. Ati, onam, bum, dedem, onacha, azona. Rahmat, katta. Tarjimasini o'zimiz qilib olamiz, gapiravering. Anda, ati, onacha, ona, azona. Bo'ldi. Yube, ona, dada, bube, ona, olodi. Ana. She'r aytib berdi menimcha bu qiz, ha? She'r aytib berdi hozir, ha? Umrlar uzoq bo'lsin. Moqchehra katta qizimiz birinchi. Tug'ilgan kuningiz bilan yuzlarga, minglarga kirib yuring. Rahmat. Opa-ota deydi. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Rahmat. Yuzlarga kirib baxtimizga sog' bo'lib yuring. Rahmat. Tug'ilgan kuningiz bilan baxtimizga Siz yaxshi ko'raman. Keling, keling, o'ting bu yoqqa. Mehribon insonni shunaqa bo'ladi-da. Hammalarni to'ylarda hali ko'rasan. Zo'r bo'ladi. Endi sizni yaxshi ko'ramiz, baxtimizga dam sog' bo'linglar. Qanilar bu ukamiz? Akammi? Endi tug'ilgan kuningiz bilan baxtli bo'linglar, ko'p yashanglar, vaqtimizga sog' salomat bo'linglar. Bergan tarbiyalarga rahmat. Rahmat, yaxshi ko'ramiz sizlarni. Keling bolam, quchoqladim. Opa-dodo, eno, baxtimizga sog' bo'linglar. Qo'sha qaringlar, biz sizni yaxshi ko'ramiz. Ay, молодец, o'g'il bola, молодец. Ikkalar. Yaxshi ko'raman bitta ayting. Siz aytasizmi? Men oyog'imni kim quchoqlaganda qaramadim. Voy kichkina qizcham o'zi qayerga borsam mana yosh bola yaxshi ko'radi meni. Umrlar uzoq bo'lsin. Xo'p, telefon qildinglarmi? Beringlar.
Aka assalomu alaykum. Yoqilib keling. Xayrli olsun. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Akajon, niyatlaringiz onajonga. Ana, Assalomu alaykum. Va tug'ilgan kunlaringiz qutlug' bo'lsin. Baxtimizga sog' bo'ling. Bunaqa yoshlarning ko'pini ko'ring bu. Dadam bilan mana rahmat, mana shunchalik mana bizni tarbiyalab, voyaga yetkazib, mana Xudo xolasa bunaqa kunlarda ko'pini ko'rib, umra safarlariga emas, Xudo xolasa katta hojilarga ham jo'natamiz, Xudo xolasa. Dadam bilan birga. Alloh Amin. Baxtimizga doim sog' bo'ling. Ilohim. Hamisha sog' omon bo'lib yurgin. Xayrli aka. Bitta yaxshi ko'raman deb ayting. Buvajon, sizni yaxshi ko'raman, juda yaxshi ko'raman bu. Juda yaxshi ko'raman. Baxtimizga hech qachon og'rimang. Bir marta aytmayman. Buni aytishimiz sanog'i cheksiz aytaman. Juda ham ko'p aytaman. Hech qachon og'rimang, baxtimizga sog' bo'ling. Umrlar uzoq bo'lsin. Xayrli aka, bo'lmasa men sizning nomingizdan aytaman. Qoshingizni aylanib o'rgilay, jon desangiz mayli onajonimni ham beray. Boshimda ko'tarib bo'lsa ham siz bilan birga hajlarga boray. Dunyoda yolg'iz bir ovunchim qolmasin yurakda o'kinchim. Allohim sendan bitta o'tinchim, ota-onam bilan birga hajlarga boray, davlatlarim bilan birga hajlarga boray. Mana shu so'zlarimni hammasini mehribon farzandingiz nomlarida deb qabul qilasizlar. Telefoningiz. Opam ham shu yerda. Opa Amirjon, bayarda kelinlar ham bor, kelinlari. keling. Assalomu alaykum. Kelinlar. Yaxshimisizlar? Xonadonimizga yaxshimisizlar? Opa niyatlaringiz. Assalomu alaykum dada. Yaxshimisizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Tug'ilgan kunlar qutlug' bo'lsin. Ilohim baxtimizga doim sog' salomat yuringlar, umringlar uzoq, rizqinglar ulug' bo'lsin. Boshimizga bosh bo'lib, to'ylarimizda bosh bo'lib o'tiringlar. Ilohim hojatda hojonalik, mahalla ko'ydiyonda hammadan martabalar ulug' bo'lib, hamisha yuzlarimizni yorug' qilib yuringlar Allohim. Mashalarda yuzlar duolar sabab yuribmiz. Doim duodamiz, sizlar ham bizni baxtimizga sog' salomat bo'linglar. Ilohim. Ilohim hech qachon og'rimanglar. Sog' bo'linglar. Hamma nomidan, o'zimiz nomimizdan tabriklaymiz. Kelolmay qolganlar nomidan tabriklaymiz. Doim sog' bo'linglar. Alloh ishinglarni ilgari qilsin, yuzinglarda yorug' qilsin. Nima niyat qilib yurgan bo'lsanglar, Alloh niyatinglarga yetib yuringlar. Rahmat, kam bo'lmanglar. Allohu akbar. Mana bitta qizimiz bor ashlarda mana. Mana, qaydalar? Qani? Hozir bo'l, akamizga ulanamiz. Qani gapirasizmi? Uyg'otib chiqdi, katta bo'lganini ko'radi, endi bu qizcha endi. Uyqusilayapti. Aka assalomu alaykum. Uzilib qoldi-yu. Ha, bo'ldi. Uxlab turdi bu qiz. Otamni yana bitta farzandlari musofirdagi akamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, aka yaxshimisiz? Kuningiz bilan. Rahmat. Assalomu alaykum. Tug'ilgan kuningiz qutlug' bo'lsin. Rahmat. Uzoq umr ko'ring baxtimizga. Rahmat, kam bo'lmagin. Assalomu alaykum dada. Alaykum assalom. Tug'ilgan kunlar qutlug' bo'lsin. Rahmat. Aka, sizlarni yaxshi ko'raman deb bitta ayting. Dada, buva, sizlarni yaxshi ko'raman. Rahmat. Nima deydi? Bu so'zni eshitishlik boshqacha-da. Bu so'zlarni eshitishlik boshqacha. Onajon sevindingizmi? Xursandmisiz? Xudo xohlasa niyat qildim. 130 ga kirgan onadan duo olgandim. 131 da kelaydi. Xudo xohlasa onam 131 ga kirdilar shu bu yil. Xudo xohlasa endi 132 da ham duo olaylik deb niyat qildik. Xudo xohlasa sizni ham shu yoshlarda kelib yo'qlashdik. Farzandlaringiz rahmatini aytishlik nasib qilsin. Shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin onajon.